Sharm-el-Sheyxda ikkinchi kunimiz. Bugun mehmonxonada vaqtimizni maroqli o'tkazamiz. Xonaga $1 qo'yib, xonamni iltimos tozalab qo'ydigan yozuv eshikka ilib, endi restoranga nonushtaga yo'l olamiz. Nonushtaga o'zim yaxshi ko'rgan bulochka va kapuchino kofesini ichib olib, endi retsepshenga tur tanlashga ketdik. O'zimizga yoqqan turlarni tanladik. Keyingi videolarimda to'liqroq narxi bilan ko'rishingiz mumkin. Mehmonxonamiz birinchi liniyada joylashgani uchun dengiz shundoqqina yonida. Endi plyajga Qizil dengizda maza qilib cho'milgani yo'l oldik. Tozaligi bo'yicha birinchi o'rinda turadigan Qizil dengizi, hattoki qirg'og'ida ham mayda baliqchalarni ko'rishingiz mumkin. Dengizda maza qilib cho'mildik, suvi iliqqina, umuman sovqotmaysizlar. Endi ovqatlanib shopping qilamiz. Ertaga bizda safari ro'mol olishimiz kerak. Mehmonxonaning do'konlaridan ikkita ro'molni $3 ga oldik. Agar safaridan olganimizda kamida 5 yoki $10 ga olgan bo'lardik. Xonaga kelsak, bizani shunaqa syurpriz kutgan ekan. Mana $1 karomati. Bir pasda kechqurun ham bo'ldi. Endi kechki taomga restoranga tushdik. Har kuni bu yerda jonli musiqalar bo'ladi. Taomlarga har doimgidek assortiment juda ham ko'p, hammani didiga to'g'ri keladi. Maza qilib ovqatlanib, desertiga morojniy ham yedik. Shu bilan ikkinchi kunimiz tugadi. Keyingi videolarimda safariga sayohat qilamiz.